أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده تعالى حمد الشاكرين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم Cenab-ı Allah'a hamdü sana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e aile tababatlarga ashab-ı kiramlarga azvaj mutahharlarga durus salamlar olsun. Biz okumakçı olan kitap İmam Nevevi rahmetullahi aleyhininki qarilarning adab qoidaları degan talibul ilmlar uchun ixchamlab yozgan kitobi. İmam Nevevi rahmetullahi aleyhi Şeyhülislam bu öz vaqtininki yetuk alimi, faqih, muhaddisi. Suriyaning şu Dimashqqa yaqin Nava degan kentda tug'ilgan. Hijriya 7 asr, milodiy 13 asrda yashab o'tgan. 45 yosh umr ko'rib, o'ylanmay, nurg'un asarlarni qoldirib ketgan, amalga alayda ahamiyat beradigan zohid ulama. Qimmatli asarlarni qoldirgan, ixlosi va deganga amal qilganligi jihatdan Alloh taolo bu olimning kitoblariga keng taqilib, nurg'un musulmonlar foydalanishga nisbat bo'lgan ulama. Alloh taolo tavfiq ato qilgan. Masalan, şu Riyaz Salihin degan kitob, Muhammad Salih davomli tarjima qilgan. Yaxshilarning baxtisi tarjima qildi o. İmam Nevevi'nin kitabı. Kolumuzda kitapmış şu. Şafii Fıkhı'da Minhacü Talibin, Ravdat-ı Talibin, Muhazzeb'nin şerhi El-Mecmu' Seleştirme Fıkhı'da. Alayda isil kitap. Biz tamamlayamayı vefat olup ketken, keyin 3 ulama tamamlagan. Bunundan başka Tezibul Esma, El-Ezkar, dua zikirlerini toplagan. Cık eserlerini kaldırıp ketken, 45 yaş. Kıska vaqt ömür ko'rgan bo'lsa-mu, aytdi, mol asarlarni qoldirib ketgan muhaqqiq olimlardan. Kitoblari shunga ayt manfaatlik. Biz kitobni shunday mutolaa qilib o'qiymiz, bu darsga olmagan ekan. Keng ammo tushunishli bo'lish uchun. Bismillahirrohmanirrohim. İmam Nevevi rahmetullahi aleyhining muqaddimasi bu shu. Muqaddima. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman və onundan yardım tilayman. Ey Allah, asan qıl və yardım ver. Zahid ulama Yetuk muhakkik Şeyh İmam Ebu Zekeriya Yahya ibn Şeref ibn Murri Nevevi rahimullah eytur. İmam Nevevi'ninki ismi Yahya. Künyeti Ebu Zekeriya. Perzenti bolsun bulmuşsun künyetini açma. Yani perzent buluş şart emas. Falanın atısı deyimiz o. İn'am ve ihsalları haddi hesapsız. Merhametlik ve kerimlik ulug Allah'a hamdü sanalar bolsun ki o zat bizni imanға yetekledi. Dinimizni başka dinlerden üstün kıldı. Özünün en hürmetlik ve en söyümlük bendisi, dostu ve elçisi bulgan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemni bizlerge evatip köp amlarını ata kıldı. Ve o arkalık butlarga ibadet kılışını yokattı. O zatını bütün insücünga can ilan kılgan, azgın ve aşkullarını mat kılgıcı, zaman konur talmaydıgan, makan çekleyelmeydigan mengülük mucizesi Kur'an'ını vahiy kılış arkalık aziz kıldı. Kur'an'ını faraset ve irfan ehlinin köngül aramı eyledi. O vaktinin ötüşü ve zamanının uzırışı bilen ya ki koldan kolga ötüş bilen konurap kalmaydı. Allah özü onu esti saklaşka asan kıldı. Şuna onu küçük balalarımı ravan yadlayalaydı. Keç gündüz almışlıkla türediken, yani kıyamet kayım bulgan kadar bu Kur'an zamanının balaya afetlerinin ziyan zahmetlerine, bedbahtlarının özgertişlerine duçar boluştan saklaşka kepil bulgan Allah'ın fazlı bilen mengü saklanıp mangusi. Dervaka hazır kadar Kur'an-ı Kerim'nin bir kelimesi emas, bir harfini uyan beyan kılıp özgertken oluyor. Mümkün emas. Allah özü tarafından tanlangan, kabiliyetlik ve kemaletke etken kişilerini Kur'an ilimlerine köngül bilishga muvaffaq kıldı. Şunun bilen ular her fanda iman ehlinin dilleri söylenedigan ilimlerini topladı. Allah'ın bu ve bunundan başka sanaksız nimetlerine, bu imanı müyesser kılgan nimetige hamdü sanalar eytimen. Allah'ın fikirga, dostlarımga ve barlık Müslümanlarga öz razılıkını inam kılışını sorayman. Bir Allah'tan başka ilahının ve onun şerikinin yokluğa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin onunla Allah'ın rahmet salamları bulsun. Allah bu zatının şan şerbi ve izzet hürmetini devamlılık ziyade kılsın. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin Allah'ın bendisi ve imanını çağırgıcı elçisi ikenligiga Allah'ın mağfiretiga eriştirelaydigan, dozaq o'tidan qutqizalaydigan, jannatlerde makonlashga yetkazaydigan ravishda guvohlik beraman. Hamda maqsad kelsak, Allah bu ummatni o'zi rozi bo'lgan din, ya'ni islomga muyassar qilib, bu ummatga insonlarning eng yaxshisi bo'lgan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ni avatish orqali ko'p in'am ato qildi. Allah bu ummatning shon shuhratini texmo ziyoda qilsin.
Bu ümmetni özünün ulu kalami bo'lgan Qur'oni Karimni avatish orqali izzatladi. Uningda ummat muhtoj bo'ladigan ilgirki va keyingilarning xabarlarini vaz nasihat, misol, adab, axloq va har turli ahkamlar, Allohning birligiga dalolat qilgan ishonchlik, ochiq-oshkor dalil isbotlarni, boshqa payg'ambarlar ilib kelgan hamoqatlarni, dinsizlarni, azg'unlarni mat qiluvchi kuchli dalillarning hammasini mujassamladi. Allah uni tilovat qilishga haslab savob va'da qildi. Uningga ko'ngil bo'lishga, uni ulug'lashga, hurmatlashga va uning adab axloqlariga rioya qilishga buyurdi. Qur'on tilovat qilishning fazilati haqida nurg'un katta olimlar va fazillar ko'p kitoblarni yozdi. Bu kitoblar har qaysi aql idrok sohiblariga ma'lumdir. Lekin u kitoblarni yodlash u yoqda tursin, o'qishga himmatlar ojiz kelganligi uchun faqat az sondagi o'tkir fikrli kishilarla foydalana oladi. Faqir bizning Damashq ahlining ulug' Allohning roziligini ko'zlab Qur'on tilovat qilishga, o'rganishga va o'rgatishga, to'p va yakka holda mutolaa qilish va tinchishga to'liq ko'ngil bo'layotganligini, Allah ularning Qur'on tilovat qilish va boshqa toat ibodatlarga bo'lgan qiziqishini texmi ziyoda qilsin. Shundaqla kech-kunduz tirishayotganligini ko'rib, qori hofizlarning va Qur'on yodlash bosqichidagi taliblarning adab axloqlari va sifatlarini mazmun qilgan ixcham bir kitob yozish qaroriga keldim. Chunki Alloh o'z kitobiga ko'yinishga tavsiya qilgan emasmi? Qarilarning va Qur'on yodlayotgan taliblarning adab axloqlarini bayon qilish, ularni shu axloqlarga yetaklash va rag'batlantirish ana shu ko'yinish jumlasidandir. Fiqr bu kitobning ixcham bo'lishini xohlab, hajmining cho'ng, uzun bo'lib ketishidan saqlandim. Har bobda ma'lum taraflarni bayon qildim. Har bir adab axloqda uning ma'lum turlariga ishorat qildim. Shuning uchun hadislarning isnodlarini zihnimda hozir bo'lsa-mu, Allohga shukrlar bo'lsin, yozmadim. Bayon qilganlarim qoldirib o'tganlarimga yetarli bishoratdir. Bu kitobning ixcham bo'lishini tanlashimdagi sabab yodlashga qulay bo'lishi, texmi ko'p kishilarning foydalanishi va keng tarqalishini umid qilganligim shundir. O'qirmanlarning to'liq foydalanishi va izlanuvchilarning shakdan xoli bo'lishi uchun har qaysi boblarda kelgan tushunish qiyin so'zliklar va ba'zi ismlarni eng oxirgi bobda tartib bo'yicha aniq, qisqa sharhladim va bekitib chiqdim. Har bir bob yana ba'zi bir qoidalarni faydalık esil mazmunlarını o'z ichiga oladi. Qisman ahvollarni hisobga olmaganda sahih va zaif hadislarni qaysi ishonchli imomlarning rivoyat qilganligini bayon qildim. Shuni bilish kerakki, muhaddislar va boshqa olimlar fazilatli amallarda zaif hadislarga amal qilishni durust deb qaragan. Ya'ni fazilatli amallar deganimiz, ya'ni halol harom va aqida masalasi bo'lmasdan, ma ishni qilsangiz, manchilik fazilati va ajri olasiz degandek mazmundagi hadislar. Shundaqdimi, kamina mumkin qadar sahih hadislarni keltirdim. Faqat ba'zi ahvollarda zaif hadislarni oldim. Tavakkul ulug' Allohga kim barliq ishlarimni uningga topshiraman. Allohdan meni, do'stlarimni va barliq musulmonlarni to'g'ri yo'lda menishga, azg'unlarning sifatlaridan saqlanishga, davomli yaxshilik ustida turishga, taqvodor ixlosmandlardan bo'lishga, razılıqqa erishtirilgan yaxshi ishlarni vujudga chiqarishga muvaffaq qilishini tuvanchilik bilan o'tinib so'rayman. Bizga Alloh kifoyadir, Alloh yaxshi egidir. Ulug' Allohning kuch-quvvati va yordamisiz qo'limdan hech ish kelmaydi. Bu kitob tuvandagi boblardan tuzilgandir. Birinchi bob Qur'on tilovat qilishning va qorilarning fazilati. Ikkinchi bob Qur'on tilovat qilishning boshqa zikrlardan afzalligi. Üçüncü bab qarilarning hurmatlanganligi va ularga aziyat berishning cheklanganligi. To'rtinchi bab Qur'on o'rganuvchi va o'rgatuvchilarda bo'lish tegishli adab qoidalar. Beshinchi bab qarilarning adab axloqlari. Oltinchi bab qiroatning adab qoidalari. Bu bab mazkur kitobning ko'p qismini va bu kitobni yozishdagi asosiy maqsadni tashkil qiladi. 7. bab barliq insonlarning Qur'onga qarata diqqat qilish tegishli adablari. 8. bab ma'lum vaqt va ahvollarda o'qish mustahab bo'lgan oyat va suralar. 9. bab Qur'onning yozilishi va mushafning hurmatlanganligi. 10. bab kitobning arabcha nusxasida kelgan bir qism ism va so'zliklarning to'g'ri o'qilishi va ma'nolari. İmam Navaviy muqaddimasida kitobni yozishdan maqsad va kitobning boblarini bayon qildi. 1. bab Qur'on tilovat qilishning va qorilarning fazilati. Allah Teala aytdı: "İnnellezîne yatlûne kitâballâhi ve aqâmussalâte ve enfaqû mimmâ razaqnâhum sirran ve alâniyeten yercûne ticareten len tebûr. Liyuvaffiyahum ucûrahum ve yezidahum min fadlih. İnnehu gafurun şekûr."
Şübhəsizki Allah'ın kitabını tilavet qılıp turadigan, namazını ada qiladigan va bizni rizq qilib bergan narsalarni yo'shirin va oshkora sarf qiladiganlar kasad bo'lmaydigan tijoratni umid qiladi. Alloh ularning ajrlarini to'liq beradi va marhamatini ziyoda qiladi. Allah haqiqatan nihoyat mag'firat qilguvchidir, az yaxshilikqa ko'p savob berguchidir. Sura Fatir. Osman radhiyallohu anhu aytadi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sizlarning yaxshilaringlar Qur'on o'rgangan va uni o'rgatgan kishilardir degan. Bu hadisni İmam Buxoriy Qur'ondan qolsa eng sahih kitobi bo'lgan Sahih Buxoriyda rivoyat qilgan. Aisha radhiyallohu anha deydi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Qur'onni mohirlik bilan o'qiydigan kishi putukchi malaikalar bilan birga bo'ladi. Qur'onni duduqlab, qiynalib turib o'qiydigan kishi bo'lsa, qo'sh ajrga erishadi degan. Bu hadisni İmam Buxoriy bilan İmam Muslim sahihlarda rivoyat qilgan. Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhuning aytishicha, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Qur'on o'qib turadigan mu'min turunjiga o'xshaydi. Turunj degan limon, portaqal, mandalina o'xshash meva. U xushpuroq ham ta'mlikdir. Qur'on o'qib turmaydigan mu'min bo'lsa, xurmoga o'xshaydi. U puroqsiz ammo ta'mlikdir. Qur'on o'qiydigan munofiq rayhonga o'xshaydi. U puroqliq lekin ta'mi ochiq bo'ladi. Demak, munofiqmi Qur'on o'qib turdi degan. Balki chiroyli ovozda o'qishi mumkin. Qur'on o'qimaydigan munofiq ochiq tavozga o'xshaydi. U ham puroqsiz, ham ta'mi ochiq bo'ladi degan. Bu hadisni İmam Buxoriy bilan İmam Muslim rivoyat qilgan. Umar radhiyallohu anhuning aytishicha, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Allah bu kitob, ya'ni Qur'oni Karim orqali nurg'un kishilarning martabasini yuqori qiladi, ya'ni nurg'un kishilarning martabasini tuvan qiladi degan. Bu hadisni İmam Muslim rivoyat qilgan. Yani nurg'un kishilar Qur'onni ko'p tilovat qilib, Qur'on o'qitish, o'rgatish va amal qilish bilan darajasi o'rlab ketadi. Nurg'un kishilar Qur'oni Karimga amal qilmaganlik, o'qimaganlik sababdan daraja tushib ketadi demakchi. Abu Umama al-Bahili radhiyallohu anhu men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Qur'on o'qinglar, chunki u qiyomat kuni o'zini o'qiganlarga shafaatchi bo'lib keladi deganligini anglagan edim deydi. Bu hadisni İmam Muslim rivoyat qilgan. İbn Umar radhiyallohu anhuma aytadi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq ikki turli kishidek bo'lishni arzu qilishga bo'ladi. Ularning biri Alloh Qur'on ato qilsa, kechalari va kunduzlari uni o'qib qiyamda turgan kishi. Yana biri Alloh mol dunyo ato qilsa, kecha kunduz Alloh yo'lida chiqim qilgan kishidir degan. Bu hadisni İmam Buxoriy bilan İmam Muslim rivoyat qilgan. Hadisning arabchasida mush ikki kishiga asad qiysi bo'ladi deb kelgan. Hasadni tushuntirishda ulamolar biri agar hasad durust bo'lgan bo'lsa, mushkil durust bo'ldi degan mazmunda yoki bu yerdagi hasad arzu qilish, umid qilish. Ma turkchada, arabchada g'ibta deydi, g'ibta qilish. Mana shunda bir ne'mat ato qilinsa ekan deb arzu qilishni ko'rsatdi. Ya'ni bu nihoyat fazilatli bir ahvol bo'lg'achqa, shunda daraja arzu qilsa bo'ladigan ish demakchi. Biz bu hadisni yana Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilganmiz. Veya diqqat qilsanglar, İmam Nevevi bunu biz Abdullah ibn Mas'ud'dan rivayet qilgan deydi. Yuqorida İbn Umar radhiyallohu anhudan rivayet qildi. İmam Nevevi shu hadislarni sanadi bilan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga tutashtirib rivayet qilayotgan hadislar. Lekin bu yerda endi ixchamlablam da akilik. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivayet qilgan hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam deydi, bundaq ikki turli kishidek bo'lishni arzu qilishga bo'ladi. Biri Allah mal dunyo berib, uni haq yo'lda ishlatishga muvaffaq qilgan kishi. Yana biri Allah ilm, hikmat ato qilgan va shu ilm bilan hukm qilgan va uni o'rgatgan kishi. Bu hadisni İmam Buxoriy bilan Muslim rivoyat qilgan. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu yana aytganki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kimki Allohning kitobini bir harf o'qisa, bir yaxshilik erishadi. Bir yaxshilik 10 hassa savob berildi. Men alif lam mim ni bir harf deb qaramayman. Balki alif bir harf, lam bir harf, mim bir harfdir degan. Bu hadisni Tirmiziy rivoyat qilgan va Hasan sahih degan. Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qiladi-ki, Alloh taolo deydi-ki, kimki Qur'on o'qish va men zikr aytish bilan bo'lib ketib, mendan bir narsa tilashga vaqt chiqara olmagan bo'lsa, tilganlarga beradigan narsaning eng afzalini uningga beraman. Allohning kalomining boshqa so'zlardan ortiqchiligi xuddi Allohning o'z maxluqotlaridan ortiqchiligiga o'xshaydi. Bu hadisni Tirmiziy rivoyat qilgan va Hasan hadis degan. Dikkat qilsanglar, bu hadis qudusi. Shunami? Alloh taolo deydi desa hadisda,
Bu hadis kudusi oldu. Bu Hasan hadis degeni Hadislarninki ishonchlik yo'ldan kelishiga qarata sahih va o'rta darajadagini hasan deymiz, tuvan darajadagini zaif deymiz. Ya'ni amal qilish kerak bo'lgan qabul qilinadigan hadis demakchi. rivoyat qiluvchilar farqli bo'lgan. Ha. Masalan, gap so'zi eng ishonchli kishi bo'lsa, gapni u ham bu ham o'zgartirib o'tmaydigan, to'g'ri aynan naql qiladigan ishonchli kishidan kelgan bo'lsa sahih deymiz. Ba'zida sal unutib qoldigan yoki so'zni sal boshqa almashtirib qo'yish ehtimoli bor kishi bo'lsa bu hasan bo'ldi. Butunlay nimani u ham bu ham qilish ehtimoli bor masalan. Qasdan emas, lekin yashinib qolganlikdan, unutqanlikdan bunda bo'lib qolsa bu ham zaif bo'ldi. Ammo yolg'onchidan mischirib qolsa bu hadis to'qilma bo'ldi. O'xshash bir rivoyat hadisda masalan ham sahih ham hadis ham hasan ham zaif bo'ldi ahvol bo'ldi. Buldu. Oda vaqtda biz bu zaif yoki hasan hadisni qilishga u yerda yetirib qolamiz. Sahih hadis bayanda. Sahih hadis bo'lsa, sahih hadis shu hisob. Lekin ba'zi hadislar, ba'zi kitoblarda sahih hadis bo'lgandan keyin ma'vu mashhurlashib ketib, oson og'zga kirgan bo'lsa, zaif hadisimi deb o'tib ketadi. Lekin bu deganlik buningdagi mazmun xato deganlik emas, chunki sahih hadis bor. Hatto masalan ba'zi hadislarni deymiz, bu mazmun Qur'onning o'zida bor, oyatda bor. Lekin bu payg'ambardan kelgan bo'lg'achqa rivoyat qilib yetkazib ma'nodan gap. Yana ba'zida masalan bir hadisning o'zi sizlagandek hem sahih, hem hasan, hem zaif, hem to'qilma chiqishi mumkin. Lekin hisob bo'lganini sahih va hasan o'g'ini hisob. Qanday? Ma bir yo'ldan rivoyat qilindi, bu hamma to'rtayla ishaylik. Sahih keldimi? Masalan bir hadisning o'zi sahih keldi. Ma to'rtaylarni rivoyat qildik. Bir kichik bola bor. Bu kichik bolamni gapni joyida anqara olamdi, bunda bo'lib qolgan ekan, bu hasan oldu. Şeylerden rivayet kıldı, bunisi sel işensiz adamlar yoki yashinib qilib bu zaif buldu. Yani bir to'rtaylarni rivayet kıldı, o şey hadisini, onun için kazzaptımız var. Yani bu to'qilma hadis oldu. Lekin isap bulduğun sahih yol bilan kelgan. Şu bir hadis bir yoldan sahih çıksa, bir yoldan zaif çıkışı mümkün. Asıl bu sahih hasan deganlar hadisning ma'nosi qartilmagan, rivoyat qilgan edemligi qarta deyilgan gap. Raviyning ishonchlik emasligi. Masalan, şu hadis qudusini ma keyingi olimlardan Şeyh Albanilar zaif deyishi mumkin. Yani ba'zida şu bir hadisga bo'lgan muhaddislarning baholari o'xshash chiqmaydi. Bu hozirda rivoyat qilgan hadislarga hamisda sahih hadislar inib arilgan var mı? Toplangan hadislar var. Shunda Bundan topluluk hadisler bayağı da yeni durgun yazılan kitaplar demiş ki sen yoki zayıf hadisler yeni bir meclis bunun faydalı diye biraz yazıyor. Ya çünkü ma zaif hadis kelgan mazmun sahih hadis yok. Ma tafsilat yoki ma nuqta ya deyilmagan. Çok mu fark oldu? Farq var. Yani zayıf deganlik bu ishonchsiz deganlik emas. Muamelesini bundan qilish kerak emas. Zayıf degan ishonchsiz emas deyilsa u boshqa. Bu cho'qim ishonchsiz degan gap emas. Buni sahih deyilmay qolgan bir nuqson bor demakchi. Lekin bu sahih emas, yolg'on degan gap emas. Shu buning amal qilindi. Ammo e'tiqodga aloqador, ya'ni halol haramga aloqador masalalarda ulamolar yo'q sahih bilan kifoyalanamiz, mana fazilat kamallarda amal qilamiz deydi. İbn Abbas radıyallahu anh deydi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içinde Kur'an'dan hiç narsa yok kişi beyni taşlandık kulbege o'xshaydi degan. Yani taşlandık uyga o'xshaydi demek. Arapçası mı beyt harip deb kelgan bu. Kulbi degan şu uy, kappa, xona degandek narsa. Bu hadisda Tirmizi rivoyat qilgan va sahih degan. Abdullah ibn Amr ibn As radıyallahu anhuma rivayet kıldı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan. Kıyamet günü qariga oku, örle. Dünyada tertil bilen okuğunundaki tertil bilen oku. Senin merteben sen okuyan ahirki ayet bilen belgilindi deyildi. Bu hadisini İmam Ebu Davud, Nesai ve Tirmiziler rivayet kılgan Tirmizi Hasan sahih hadis degan. Mesela Amr ibn As radıyallahu anhuma dedik. Bazı anhu deymiz. Anhuma atı balı işkeden sahibi olsa işkeden qartılgan. Enha desek hanımlar qartılgan. Enhu desek bir erge qartılgan. Oku örler degene nimini ko'rsatdi o? Cennetning derecesi belki 400 ve 400 derece bo'lishi mumkin. O'qigan sirjiq o'qigan sira bunda o'rlab ma'noga gap.
Muaz ibn Anas radhiyallohu anhu rivoyat qiluvdiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Qur'on o'qigan va o'qiganiga amal qilgan kishining ota-onasiga qiyomat kuni toj kiydirildi. Uning nuri quyosh nuridan nurliqdir. Ota-onasiga shundoq bo'lgan yerda Qur'on o'qigan va amal qilgan kishining o'ziga qanday mukofotlar bo'ladigandir degan. Bu hadisni Abu Davud rivoyat qilgan, sanadi zaif. Masalan, sanad zaif dedi. Shunama bu zaif hadisni akeldi. Nima uchun? Bu Kur'an o'quvchi va ota-onasiga toj kiydirilish haqida bu hadis sahih kelmagan. Sahih kelmagan ekan, ma mazmun alohida bir mazmun bo'lgan ekan, bu zaif hadisni eklashga to'g'ri kelgan. Fayzanga aloqali. Hukmga, aqidaga aloqador emas. Ammo boshni qilsa menda erishilgan mukofot va ekan deydigan. Fazilat to'g'ri kelgan bo'g'ich. Fazilatlik amallarda zaif hadisni qabul qilish ahli sunna ko'pchilik olimlarning qarashi. Qabul qilindi. Darimi sahih sanadlar bilan rivoyat qiluvdiki, Darimi shu hadis to'plagan olimlarning birisi Abu Davud Tirmiziga o'xshash. Sunan degan kitob bor. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu Qur'on o'qinglar. Alloh Qur'on bar qalbni azoplamaydi. Bu Qur'on Allohning ziyofatidir. Uningga daxil bo'lgan kishi amin bo'ladi. Qur'onni yaxshi ko'rgan kishi xush bishorat olsin degan. Abdulhamid Himmani deydi-ki, men Sufyan Savriydan jihad qilgan kishini yaxshi ko'ramsan yoki Qur'on o'qigan kishinimi deb so'rasam, u Qur'on o'qigan kishini yaxshi ko'raman, chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sizlarning yaxshilaringlar Qur'on o'rgangan va uni o'rgatganlardir degan deb javob bergan edi. Sufyan Savriy salaflardan. Albatta Qur'on zikr dash kirdamizmi? Zikrning fazilatini nəhayət katta. Jihad farz ayn bo'lgan chaqda albatta jihadni qilish kerak. Jihad qilgan chaqda Qur'on tilovat qilgan jihad qilsin bo'ldi. Ondan 10 ming odam basa jihadga. Miyadagi 1 million odam jihad qilmay tursin bo'lgan hol bo'ldi-ku. Butun 1 million odamning hammasi ketishi kerak emas. Undan keyin ixtiyor bo'lgan ahvolda jihad chiqaymi, Qur'on o'qib, o'gitib bunda turaymi desa, ma salaf olimning qarashida shu Qur'on o'qish bilan bo'lg'ini fazilat deb qaralgan. Bu haqda hadislar bor. Jihaddan shu zikrning afzalligi haqida hadislar bor. Jihadning faqat eng yuqori pallasi bo'lsa, zikrdan afzal bo'lishi mumkin. Qanday yuqori pallasi? Butun barlig'ini atab jihad qilib, asha shahid bo'lib, qaytanmasa, mol-mulkimi yo'q, o'zimi yo'q, bunda bo'lsa, bu afzal bo'lishi mumkin. Agar unda bo'lmasa, zikr afzal. Endi jihad nima uchun qilamiz jihadni? Müslümanların hürlüğü, erkinliği, İslam diyarının erkinliği, müstakillik için kılımız var. Şunda boğan çağ ne buldu? Biz Allah halgan revişte ibadet kılalayımız, zikir kılalayımız. Sen Kur'an'ı okudun, Kur'an öğütüpsen de tutup solamaydıgan, aşında erkin, azad bulduğun boğan ki cihad, zikir için. O en şükür gayı olan iken, şu Kur'an-ı Kerim'de bu, وَلَا ذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرِ. Şuna bunu hem de çok mani qilsang, mani qilolmaydigan nima ikkisini tangalib bağlı olsa. Yaxshi mujohidni shu zikr qilib, o'qatgancha Allohu akbar deb turib atadi-ku. Zikr shumi? Qur'onni o'qigach, "Vajalna bayna aydihim saddan min khalfihim saddan" deb nima qildi? Shunga hamda bu olimlardan ixtiyoriy holatda qaysi amal ibodat eng afzal, men eng afzalini qilman deydiganlar. Bunda qarash har xil chiqishi mumkin. Salaflardan kelgan ma qarash zikr taxim afzal debdi. Qur'on o'qisamlar jihad qanday yuqori amal bo'lgan deb inson bir xil shu soflik qil dalolat qilgan bir holat chiqib. Unda bo'lmaydi. Chunki jihad afzal deb qaraydigan olimlar bor. Farz bo'lgan chaqda zikr afzal deb aytilish to'g'ri emas deydi ulamo. Zulhijjaning oldingi 10 kunning fazilati haqida hadis so'zliq-ku. Bu 10 kunda qilgan amal boshqada har qanday amalda afzal dedi. Jihaddan afzal emas, jihaddan afzal dedi Rasululloh. Faqat lan jinni va milni atab chiqib qaytmagan bo'lsa shu afzal bo'ldi. Bo'lmasa 3 kunda qilgan ibodatlar afzaldir. Albatta u kunda jihad qilish ham afzal. Ma'lumda ixtiyoriy emassan u basimi bo'ldigan, bamisimi u jihad davomlashgan ahvollarda. Lekin farzayn bo'lgan chaqda u Qur'on o'qiyman deb o'tirib olmaydi. Qaysini qilsam afzalroq bo'ladi deb tanlagan ahvolda. Sizlarga ahvolda tanlash yo'q. Ikkinchi bab, Qur'on tilovat qilishning boshqa zikrlardan afzalligi. Demak, zikr bor, Qur'on tilovat qilishmoq. Qur'on tilovat qilishmi bir zikr. Qur'on o'qish, Qur'on o'qish, Qur'on o'qishni odatda biz tilovat deymiz. Qur'on tilovat. Ya. Madini atalgıda tilovat deymiz. O'qish desak bo'ldi. Qur'onni o'qish 11 zikr,
Onundan başqa la ilahe illallah, subhanallah, elhamdülillah ve la havle ve la kuvvete illa billah, la ilahe illallah mesela. Bu bir zikir. Lekin Kur'an tilavet qilishning boshqa zikrdan afzalligi. Bedir g'azotida qatnashgan Abu Mas'ud al-Ansari radhiyallohu anhu sahih rivoyat qiladi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kishilarga Allohning kitobini eng yaxshi o'qiydiganlar imom bo'lsin degan. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. Albatta bu muqim imom bo'lmagan ahvolda. Muqim imom bo'lib qolsa, masjidning imomi shu o'qiydi. Yaxshi bir kishi kelib qolsa, yani şu imam okuyordu. İmam siz okupaslı dese anda okuydu. Ama onayla yığılıp kaldık. Aramızdan kaysı Kur'an'ı yaxşı okuyduğun ve yaxşı emel kıldığın bolsa şu okuydu. Ama yukarıda mezmunlardaki ve bundakin kıldığın dese qari degan kimni gösterdi? Bizim hazırki zamandaki Kur'an yadağın qari emas. Kur'an'ı yadağın, şer'i bilimlerini, Kur'an'ın mezmunu, hadisini yaxşı bildiğin, emel kıldığın alimni gösterdi. Hazırkılar hafız. Çünkü bu hadislerde şu öz vaktida qanday kişilik közü tutulgan bolsa şu boyu düşünümüz onu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kavmga 70 qarini öğretken. Bu qarilar Kur'an tilavet kılsın mı öğretmeydi? Kur'an'ın bütün ahkamı, ma'na, aram, halal, ma'na, manda okusun. Bütün nimisini öğretilen, ilmi öğretilen qarilar. İbn Abbas radıyallahu anhuma yaş bolsun ya ki yaşangan bolsun Halife Ömer radıyallahu anhu'nun sorunda söhbetleşleri ve meslahatçılık qarilar idi mana. Ukrayna'dan qarilarning akli mesele salamda. Yok, ulamaning mesele sattı. Bu qarilar şu ulama degan gap, şu Kur'anni şu mazmunlar gündigan ulamalar. Yani devlet reisinin müşavirleri deydi. Hozirgi Ukraynadagılar qarilar emas bular. Bu hadisni İmam Buxoriy sahihida rivoyat qilgan. Keyingi babda bu mazmundagi hadislar keladi. Bilginki, ko'plagan nufuzli olimlar to'g'ri deb tanlagan qarash shuki, Qur'on tilovat qilish, tasbih, subhanalloh deyish, tahlil, la ilahe illallah deyish qatorliq zikrlardan afzaldir. Buning dalillari nihoyat ko'p. Ma ko'plagan nufuzli olimlar degandan nima tushunamiz? Ko'pchilik olimlar shuni to'g'ri deb qarabdi, lekin bir qism olimlar la ilahe illallah bu eng afzal deyishi mumkin. Har xil qarashlar chiqishi mumkin. 3. bab, qarilarning hurmatlanganligi va ularga aziyat berishning cheklanganligi. Qarilarning degani qanday qarilar? Alloh taolo deydi-ki, "Zalika ve men yu'azzim sha'airallohi fa innaha min taqval qulub." Kimki diniy ishlarni ulug'laydi ekan, bu dillarning taqvoligidandir. "Zalika ve men yu'azzim hurmatillahi fa huwa khayrul lah 'inda rabbih." Kimki Allah'ın dininin ahkamlarını ulug'lasa, bu Perverdigarning dargohida uning uchun yaxshidir. Waqfid janahaka lil mu'minin. Mu'minlarga kamtar bo'lgin. Vallazina yu'zunal mu'minina wal mu'minati bighayri maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Mu'min va mu'minalarga qilmagan ishlarni chaplab azar berdiganlar ochiq oshkor buhtan va gunohni ustiga ortib olgan bo'ladi. Biz ilgirki babda Abu Mas'ud al-Ansari ve İbn Abbas radıyallahu anhumalar rivayet qilgan münasebetlik hadislerini bayan qilgan idik. Abu Musa al-Ashari radıyallahu anhu deydi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan idi. Yaşangan musulmonlarni hurmatlash, Qur'onga amal qilishda chekni ashur etmagan, Qur'ondan chetnimagan qarilarni va adil hukmronlarni hurmatlash Allohni ulug'lash jumlasidandir. Bu Abu Davud rivayet qilgan hasan hadisdir. Yani yaşanıp qalğanlarni, mo'ysipet yaşanıp qalğan musulmonni Qur'onga amal qilayotgan qari ve adil hukmronlarni hurmatlash Allohni ulug'lash jumlasidandir. Ayşe radıyallahu anha mundaq deydi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizni kishilarga loyiqida muomala qilishga buyurgan. Bu hadisni Abu Davud Sunanda Bazzar Musnad nomli kitobida rivoyat qilgan. Hakim hadis ilmlari nomli kitobida say degan. Bu zayıf bo'lishi mumkin. Jabir radhiyallohu anhu aytdi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Uhud shahidlarini ikkidan qilib bir yerga yiqqandan keyin ularning qaysi Qur'onni ko'proq yod qiladi deb so'raydi. Ularning qaysiga ishorat qilinsa, shuni burun yerlikka qo'yadi. Bu hadisni Imom Buxoriy rivoyat qilgan. Demak, vafot bo'lib ketgandan keyinmi Qur'onni ko'p yodlagan va uning ahkamlarini o'rgangan qari oldin qo'yilgan demakchi. Ebu Hureyre radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin Allah Teala kim kiminin yaxshi bandamga aziyat bersa, men onunğa jang e'lon qilaman deydi deganligini rivoyat qilgan. Bu
Bu hadisni İmam Buxoriy rivoyat qilgan. Yani bu hadis qanday hadis bo'ldi? Hadis qudsi bo'ldi. Sahih bo'ldi. Alloh taolo deydi degandan keyin hadis qudsi bo'ldi. Yani Yaxşibandan degandan keyin bu qori Yaxshibanda daris kirdi demakchi. Sahih Muslimda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning kimga mamdat namozda o'qisa Allohning himoyasida bo'ladi. Alloh taolo sizlardan o'z himoyasiga kishi to'g'riliq hisob elib qolmasin deganlikka kelgan. Ya'ni ashunday kishilarga azob asanlar uni so'riqwa demakchi. Ikki katta imom Abu Hanifa va Shafiylar Allah ularga rahim qilsin. Agar ulamolar Allohning avliyolari bo'lmasa, undaqda Allohning hech avliyosi yo'q demakdir degan. Albatta amal qiladigan ulamolar demakchi. İmam Hafiz Ebul Qasim İbn Asakir rahimahullah deydi-ki: "Ey qarindishim, Allah hammamizni o'z roziligiga muvaffaq qilsin. Allohdan qo'rqadigan va loyiqida taqvodorlik qiladigan kishilardan qilsin. Esingizda bo'lsin-ki, ulamolarning go'shtlari zaharlikdir. Allohning ularga til uzatganlarni rasvo qilib kelayotganligi hammaga ma'lumdir. Kimki ularni hech hayiqmasdan hadislar ayblaydi ekan, u tirikligida Allah avval uning qalbini o'ltirib qo'ydi. Alloh taolo deydi-ki: "Falyahdhar allazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim." Payg'ambarning amriga xiloflik qiluvchilar dunyoda cho'ng bir fitnaga yo'liqishdan yoki oxiratda qattiq azobga duchor bo'lishdan qo'rqsin.